yaqinda Facebookda men bir xonandani qo'shig'ini ko'rib qoldim. Sobir Shoymardonov Surxondaryodan qo'ygan ekanlar postda shunaqa yoqdi. Men Mahmudaga bizni koordinatorimiz bilan maslahatlashib, toping mana shu ayolni, mana shu xonandani deb va topdik. Biz bugun birinchi marotaba bizda premyera, ilk marotaba Zo'r TVda. Umuman men o'ylaymanki, ekranlarda juda kam ko'rinadigan xonandalarga taklif qilish kerak. Guljaxon Abrayaqulova bugun bizda mehmonda. Chiroyli navo bilan marhamat. Marhamat. Marhamat Mahmuda. Assalomu alaykum, marhamat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yangi doim boramiz ekran. Rahmat. Rahmat sizlarga. Qo'shiqni kuylang, keyin gaplashamiz. Marhamat. Üstünden zarlar sochsalar, qayrilsang ortingdan xanjar otsalar, do'stlaring pulni deb seni sotsalar, gapirmadik, jim bo'ldik. Mansabing bor, tinching yo'q. Hech kimga ishonching yo'q. Bo'lsin deb ko'nglingiz to'q. Gapirmadik, jim bo'ldik. Yo'limizda yomonlar bor. Qo'ynimizda ilonlar bor. Haqiqat yo'q, gumonlar bor. Gapirmadik, jim bo'ldik. Do'stim deganlarim ortimdan kulib, qarshimda ta'zimlar qilar bukilib. Sezdirmadim, ketsam ham to'kilib. Gapirmadik, jim bo'ldik. Hiylakorlar o'zi bir talay, sizlarga yana qanchalar chiday. Kasbingizdan o'zim aylanay. Gapirmadik, jim bo'ldik. Yo'limizda yomonlar bor. Qo'ynimizda ilonlar bor. Haqiqat yo'q, gumonlar bor. Gapirmadik, jim bo'ldik. Yo'limizda yomonlar bor. Qo'ynimizda ilonlar bor. Haqiqat yo'q, gumonlar bor. Gapirmadik, jim bo'ldik. Salomat bo'ling. Bebaxshi. Siz qayerliksiz?
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani. Oltinsoy. O'zi xonandamisiz yo havaskor? Madaniyat san'at sohasida o'qiganman, oliy ma'lumotliman. Hozirgi kunda Oltinsoy tuman madaniyat bo'limida markaz direktori vazifasida faoliyat olib Juda ham boraman. yaxshi. Qo'shig'ingiz yoqdi. Biz siz topib kelganingiz uchun rahmat. Juda ham xursandmiz ko'rishganimizdan. Keling, davramizga Keling, qo'shiling. keling. Bizni tonggi dasturimizda Zahidaxon e'lon qilishimiz kerak. Reklamani fursati bo'ldi. Marhamat. Azizlar, bizda yana bir bor reklama.